Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Bugungi mavzuimiz qo'y burch vakillari fevral oyida qanday keladi? 21-martdan 20-aprelgacha bo'ladi. Unsuri olov hisoblanadi. Asosiy joyi, bezovta qiladigan joyi bosh, xislatlari energiya, bosh rol mehnatkash insonlar hisoblanadi. Unda oila borasida, ish borasida, sevgi borasida, kutilmagan holat, ehtiyotkorlik, karta maslahati, sog'liq bo'yicha qanday bo'ladi? Unda ketdik. Fevral oyida aytadigan bo'lsam, oila borasida sizlarda qandaydir bazmlar ko'p bo'ladi, tug'ilgan kun yo qayergadir mehmonga borasiz yoki ikkita insonni o'rtasini birlashtirish yoki nima deydi, oilangizda sovchi kelishi mumkin yoki sovchilikka borishingiz mumkin yoki sizni yoki siz kimnidir taqdirida yangi inson kelishiga sababchi bo'lib qolishingiz mumkin. Oilaviy borasida sizlarda tinchlik, xotirjamlik hukm suradi. Bazmlar, borib kelishlar juda ham ko'p bo'ladi, lekin uning uchun oilangizga qandaydir vaqt ajrata olmay qolishingiz mumkin. Ishlaringiz juda ham ko'p bo'ladi. Yangi narsalar, mashina, nimadirlar olishga sababchi bo'ladi. Keyingisi ish borasida aytadigan bo'lsam, ish borasida sizni fevral oyida juda ham ishlaringiz ko'payib ketadi. Hammasi birgalikda keladi. Uy ishlari ham, davlat ishlari ham, pulga oid masalalar ham, sizni anchadan beri ishlaringiz agar yurishmayotgan bo'ladigan bo'lsa, sizga ish bo'yicha takliflar juda ham ko'p bo'ladi. Anchadan beri agar siz xabar kutayotgan bo'lsangiz, ish borasida xabar kutayotgan bo'lsangiz, yaxshigina sizga yangiliklar bo'ladi. Fevral oyida sizni farishtalar qo'llab-quvvatlaydi. Keyingisi sevgi borasida. Sevgi borasida aytadigan bo'lsam, sovchilar, qandaydir oilangizda sovchilar bo'lishi mumkin yoki sizga nikoh taklif qilishi mumkin yoki sizdan kutilmagan joydan qandaydir mehmonlar kelishi mumkin. Lekin mehmonlar keladigan bo'lsa, sevgi borasida bu insonlar aslida mehmonga emas, sizga nazar tashlash uchun kelishi mumkin. Shuning uchun uylaringizni toza holatda saqlashlaringizni tavsiya berardim. Sevgan insoningiz sizga mehribon bo'lib qoladi. Yaxshi kelajaklarni qurish uchun sizga qandaydir ko'nglingizni olishga harakat qiladi. Atrofingizda sizga havas ko'zi bilan qaraydiganlar insonlar ko'p bo'ladi. To'y, nikoh, bazmga o'xshagan narsa ko'p tushdi. Fevral oyida siz anchalik romantikaga berilib qolishingiz mumkin. Xursandchilik kunlaringiz ko'p bo'ladi. Keyingisi kutilmagan holat bo'yicha aytadigan bo'lsam, kutilmagan holatda keksa insonlar, yosh insonlar qandaydir sizni noqulay vaziyatga tushirib qo'yishi mumkin, yo sizdan nimadir so'rashi mumkin, yoki sizdan nimanidir olib ketishi mumkin. Lekin yo qarz so'rash, sizdan yordam so'rashi mumkin yoki sizga nimanidir olib ber deb qolishi mumkin. Qandaydir keksa kishi tushyapti, yosh kishi tushyapti, ham ruhlar tushyapti. Agar baribir fevralni 21-sidan keyin yil yangilanishi boshlanadi. Shuning uchun siz o'tgan insonlaringizga yoki o'tgan kishilarga qandaydir o'zingiz is chiqaribmi yo nimadir qilib yuboradigan bo'lsalaringiz, sizni qanaqadir yaxshi yangilik, oilangizda qandaydir xursandchilik, sizni hayotingizda yangi o'zgartirish kiritilishi mumkin. Shuning uchun sizni fevralning 21-sidan keyin yangi yil kiriladi, yangi yil hisoblanadi. Yulduzlar bashorati bo'yicha fevral oyida agar siz o'tgan insonlaringizni eslashlaringizni, agar sizda keksa inson sizdan yordam so'raydigan bo'lsa, agar yosh bola sizdan nimadir olib bering yoki deydigan bo'lsa, yosh bolaga sovg'a beradigan bo'lsangiz, u sizga ko'p baraka, yo'llaringizni ochilishiga umid bo'lishi mumkin. Kutilmagan holatdagi agar bu ruhlar jo'natgan bo'lishi mumkin u insonni.
Shuning uchun agar kimdir sizdan yordam so'raydigan bo'lsa, yordamingizni ayamang. Bu sizni hayotingizda katta bir narsaga qadam tashlashingizga yoki qanaqadir omad kelishini ochilishiga sababchi bo'lishi mumkin. Keyin ehtiyotkorlik haqida aytadigan bo'lsam, ehtiyotkorlikda sizda nima deydi, balandliklardan, xavfli narsalardan, o'yin kulgularga ko'p berilib ketib, oilaviy munosabatlar yo do'stlar munosabatlarida ko'p o'yin kulguga berilib ketib, oilaviy yoki ish narsalaringizni ortga surib tashlamaslik haqida shunga o'xshagan karta tushyapti. Lekin ehtiyotkorlik bo'yicha bu fevral oyida nima ish qilishingizdan qat'iy nazar qo'rqmasalaringiz ham bo'ladi, chunki unaqa sizlarda yomon holat bo'lmaydi. Ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'lgan narsa yo'q. Lekin balandlikka chiqqaningizda, baland narsalarni ko'rganingizda sizda qandaydir bosh aylanishi mumkin yoki nima deydi, baland joyga chiqishdan ehtiyot bo'ling. Faqatgina shu narsaga amal qiladigan bo'lsangiz, fevral oyida sizda faqatgina tinchlik, xotirjamlik hukm suradi. Ana endi karta maslahati bo'yicha aytadigan bo'lsam, karta maslahatida sizni kimdir zimdan kuzatadi, sizni o'zingizni nima deydi, anchadan beri o'ylaydigan fikringizni o'g'irlashi mumkin yoki sizni anchadan beri o'zingiz nima deydi, qilmoqchi bo'lgan ishingiz yoki sizni qandaydir kimdir siringizni o'g'irlamoqchi bo'ladi. Kutilmagan holat bo'lib qolishi mumkin. Karta maslahati, o'z ustida ishlang. Bu sizni kelajakda odamlar orasida sizni obro'yingizni oshishi, odamlar orasida xursandchilik, nima deydi, anchadan beri ortga surib qo'ygan o'y, fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ruhiyatingizni bir joyga jamlab, o'z ustingizda ishlashingizni maslahat berardim. Sizda qandaydir fikrni o'g'irlash yoki nimanidir sizdan olish odam paydo bo'lishi mumkin. Karta maslahati, agar shunaqa odam bo'ladigan bo'lsa, o'z fikrlaringizni hech qachon aytmang, sir saqlashingizni sizlarga tavsiya berardim. Karta maslahatida o'z ustingizda ishlang. Anchadan beri siz nimanidir ortga surib kelayotganingizni aytyapti. Shu agar ortga surib kelayotgan narsangiz bo'ladigan bo'lsa yoki kelajagingiz haqida siz anchadan beri o'zingizni o'ylamay qo'ygan bo'lsangiz agar, shu haqida o'zingiz haqingizda yana bir marta o'ylab ko'rishlaringizni maslahat berardim. Kartalar fevral oyida siz o'zingizga o'zingiz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan oy bo'ladi. Agar mana shu fevral oyida qanaqadir ishni boshlagan taqdiringizda ham unda faqatgina yaxshi natijalarga erishish, kelajakda sizga qanaqadir katta foyda bo'lishi mumkin. Keyin sog'liq bo'yicha aytadigan bo'lsam, sog'liq bo'yicha siz qandaydir kirib chiqib keladigan pul masalalari bo'yicha o'zingiz ko'p urintirmang. Baribir sizda kelajagingizda pul har doim sizda kirim chiqimlar bo'ladi. Bu narsa uchun o'zingiz qandaydir charchatib qo'ymang. Sizni uzoq yo'l kutadi. Buning uchun sizda sog'lig'ingiz bo'yicha qandaydir asabiylashish ko'p bo'lishi mumkin. Bu narsa hammasi pulga oid bo'lishi mumkin, lekin sizni borib kelib iz kartasi tushyapti. Bu degani pul borasida ko'proq bo'ladi. Shunda asabiylashmang. Baribir siz borib kelgan joyingizda siz o'zingiz kutgan natijaga erishishingiz mumkin. Pul borasida sal asablaringizni saqlashlaringizni, kirim chiqim bo'yicha bir qarorga kelishlaringizni, o'ylab ishlatishlaringizni, bu degani agar sog'lig'ingiz bo'yicha biroz nima deydi, pul bo'yicha asabiylashib qolishingiz mumkin. Keyin ayrim insonlar anchadan beri og'riyotgan joylari bo'ladigan bo'lsa, hozir pulni ayab bormaydigan bo'lsalaringiz, keyin serqatnov bo'lib qolishlaringiz mumkin. Sog'liqlaringizni bir ozgina xarajatdan qochmasdan o'zlaringizni bir qaratib doktor ko'rigiga o'tib qo'yishlaringizni sizlarga tavsiya berardim. Fevral oyida birozgina
qiyinlashishingiz mumkin. Boshqa narsalar chiqmadi. Juda ham ko'p yo'l yurish sizda charchoqli holat bo'ladi, lekin moddiy jihatdan sizga juda ham fevral oyi omadli keladi. Fevral oyida Qo'y burji vakillarimizga omad, baxt tilagan holda shu yerda to'xtataman. Hammalaringizga kattakon tashakkur, layk bosishni unutmang. Sizlarni yaxshi ko'raman. Kattakon rahmat. Sog' salomat bo'ling. Rahmat.